Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. O'zbekiston Respublikasi Urbanizatsiya va uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish milliy qo'mitasi huzuridagi kadastr agentligi Surxondaryo viloyati boshqarmasining 2025-yil 11 oy davomida yer va kadastr nazorati borasida amalga oshirilgan ishlar bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Amalga oshirilgan ishlar yer va kadastr nazorati tadbirlari borasida Surxondaryo viloyati bo'yicha jami 2919 ta holatda 246,9 gektar yer maydonlari jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan o'z boshimchalik bilan egallab olinganligi aniqlangan. Shundan 1324 ta holatda 192 gektar yer maydonlari qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarda, 964 ta holatda 22 gektar aholi punkti yerlarda, 270 ta holatda 5 gektar sanoat, transport, aloqa va mudofaa maqsadlariga mo'ljallangan yerlarda va 5 ta holatda 0,50 gektar tabiatni muhofaza qilishga mo'ljallangan yerlarda va 3 ta holatda 1 gektar tarixiy madaniy ahamiyatga molik yerlarda, 35 ta holatda 6 gektar o'rmon fondi yerlardan, 114 ta holatda 3 gektar suv fondi yerlardan va 204 ta holatda 16 gektar davlat zaxirasidagi yer maydonlaridan o'z boshimchalik bilan egallab olinishi kuzatilgan. Mazkur yer qonun buzilish holatlarini bartaraf etish maqsadida yer maydonlarini o'z boshimchalik bilan egallangan shaxslarga berilgan yozma ko'rsatmalar bo'yicha 1766 ta holatda 152,16 gektar yer qonun buzilish holatlari jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan joyning o'zida bartaraf etilishiga erishildi. Yer va kadastr nazorati borasida jismoniy va yuridik shaxslarga qonun doirasida ma'muriy javobgarlikka tortilganlar soni 1401 tani tashkil qiladi. Jumladan 60-modda 2-qismi bo'yicha 214 ta, 60-modda 3-qismi bo'yicha 1043 ta, 60-1-moddasi bo'yicha 14 ta hamda 68-modda 1-qismi bo'yicha 17 ta va 68-1-moddasi bo'yicha 113 tani tashkil qiladi. Shunday holatlar borki, ularda balki jinoyat alomatlari ham kuzatilmoqda. Huquqbuzarliklar holatlari bo'yicha jinoyat alomatlari mavjud bo'lgan jami 214 ta materiallar o'rnatilgan tartibda prokuratura organlariga huquqiy baho berish uchun yuborilgan. Hamda ushbu yuborilgan materiallar asosida qo'zg'atilgan jinoyat ishlari soni 105 tani tashkil qiladi. Qolgan holatlardan materiallar ko'rib chiqilayotgan materiallar hisoblanadi. Shu o'rinda yuqorida ta'kidlangan barcha o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 5-avgustdagi o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan bino va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi 937-sonli qonuni talablariga mos emas. Zero qonunga ko'ra yer qonun buzilish holatlariga yo'l qo'ygan jismoniy va yuridik shaxslar qonunchilikda belgilangan tartibda ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortilish qat'iyan belgilab qo'yilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.